Sho'rchilik Abdumalik Muxtorov uzoq yillardan buyon ot choptiradi. Ya'ni xonadonida doim uloqchi otlarni parvarishlaydi. O'z vaqtida Turochobog'on uning otlarini minib, katta-katta sovrinlarni ayirgan. Sarasiya tumanida bir to'y bo'ldi. Sangirdakda o'zimizning Sangirdakda. Mening bir qora to'ri otim bor, Laqaysk yugon zo'r ot edi. Kechasi qor bo'ldi, ertasiga quyosh bo'ldi, qor yeridi. Shu Sangirdakda chobilayapti deng, shu ot tuzasiga zo'loyga kirib ketadi bir xil joyda. Bosh zot. Bir tuya, bir kiyik, bir ho'kiz pullar qo'yildi, endi juda katta zot. Bir soatlar yerdan ko'tarilmadi ular. Ko'tariladi, tushadi, endi qo'lda turmaydi, voy otlar. Xudo bir ahvol berdi, qayerdan shu Chobaxon bir taqim taylab ketyapti-da. Loyda Chobaxon zot aytgan joyga qora qolib borib tashladi. Xuddi bir dunyoni yutib olganday bo'lganmiz-da. Endi e'lon qilyapti Turochobog'on Abdumalikxon Eshonboyning oti bilan mana shu to'yigani ayirdi deb e'lon qilyapti. Tuya tursa hech narsa turmaydi, lekin uning dovrug'i, uning bir xursandchiligi lekin dunyoga sig'maydi. Ot choptirgan odam bo'ladi uning xursandchiligini. Boshqa hech kim bilmaydi uni. Eski bobolarimiz aytardi, otni har kimga choptirma deydi. Bir xil Chobaxon o'ngdan chopadi, bir xil chapdan, bir xili to'g'ri aydaydi, bir xili yonboshqa aydaydi. Shuning uchun otni buzasan derdi bobolar. Bir Chobaxonga choptirsa otni uzoq chopadi derdi. Turochobog'on o'z davrida zamonaviy ko'pkari bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan. Yana bir narsasiki 1980-yilda sobiq SR davrida chempionat bo'ldi Olmota shahrida. Bir tasavvur qiling. Hozirgi men Surxondaryoliklarga, Qashqadaryolik yigitlarga, umuman respublikamiz yigitlariga, sizlar ham bir haligi bo'linglar demoqchiman-da. Shu Surxondaryodan respublikaning sborni, ya'ni terma komandasi sostavini bir viloyatdan chiqishi bu qiyin masala-da. Mana shunga Qurbonmurod Chobaxon, rahmatli O'zbekistondan o'tib ketdi. Fayzi Chobaxon, rahmatli Omon Chobaxon Denovdan, Nurullo Chobaxon Boysundan va men 5 kishi. Shu beshalamiz zborni O'zbekiston. Bir tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiring. U vaqtlarda qanchalik zo'r chavandozlar bo'lgan. Masalan, shunda biz chempion bo'lib kelganmiz. Chempion bo'lib kelganimizda bittadan Neva mashinani mukofot berganlar hammamizga. Mana shu juda bir ajoyib qo'yganki, shu Olmaotada shu davrda Sekaning Olmaotaning SKKPSning raisi Kunayev bova Din Muhammad Kunayev o'tiribdi, 60 ming tomoshabin bor. Aql bovar qilmaydi. Shu qozoq og'aylar yig'lab baqiravergan. 3-2 ga yutganmiz. Ot o'rnini toy bosadi deganlardek, Turochobog'onning o'g'illari ham ota-bobolari kabi ot ustida el orini olgan polvonlar sifatida nom qozondi. Erkin, olim, odil va behzod polvonlar el og'ziga tushgan chavandozlardan. Ayniqsa Odil Chobaxon uzoq yillardan buyon uloq chopib, o'z davrining zo'r chavandozi sifatida e'tirof etilmoqda. Hozirgi bir tirik ot 1.200.000 pulda Sho'rchidan Odil Chobaxon, Sho'rchidan Turochobog'onni metali bilan ayirdi. Bugun Turochobog'onning nabiralari ham bobo meros kasbini davom ettirishmoqda. Sherzod va Mir Abror Chobaxonlar ko'pkariga yangi avlod vakillari sifatida kirib kelgan bo'lsa, boboning yosh nabiralari uloq chopish sirlarini o'rganishmoqda. Chobaxonlar oilasida tug'ilganman. Ota-bobolarimizdan polvonchilik mana yog'och ot ustida mashg'ulotlar, ot ustida qanday harakatlanishimizni o'rganamiz bunda. Mana inkayasiz-ku tez harakatlanish kerak bunda. Ota-bobomizdan qiziqqanmiz biz ko'pkari uloqqa. Birinchi ustozim Turoxoji bobom, keyin akam, Afsona Chobaxonimiz Odil akam o'rgatadi. Haqiqiy otda jilovda qoqish sinovda, enkayishlarni o'rgatadi. Polvon mustahkam bo'lib, jiddiy bo'lish kerak. Kelajakda men akamlar, amaklarim singari Chobaxon bo'lishini xohlayman. Masalan, Odil akamga o'xshab Afsona bo'lishini, elning ori Chobaxoni bo'lishi uchun niyat qilganman.
Turo chavandoz suhbatimiz davomida o'tmishdagi va bugungi kundagi chavandozlar, otbozlar, otlar xususida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bizni davrimizda bizdan oldinroq chopgan chavaganlar bir eslayin, arvohlari shod bo'lsin o'tganlarning borlariga umr tilayin. Mana Habibullaxon Eshonbobo, Temirxon Eshonbobo, Malikxon Eshonbobo, Xurramxon Eshonbobo, Sayrabdan Xolli Chavagan, Savan Chavagan, Abduvayit Chavagan, Ergash Chavagan, Soylov Chavagan, Mammadi Chavagan, Fayzi Chavagan, Chori Chavagan, bir ajoyib yigitlar ediki, aql bovar qilmaydigan Turob Chavagan, Tovoshar Chavagan, shu o'rin Tog'aymirat Chavagan, Tashmat Chavagan, mana shu O'rol Chavagan. Lekin bitta narsani Charshami Chavagan, O'zbekiston safhozdan, Ergash Chavagan. Endi hammalarini eslab aniq qilish qiyinroq, esga kelmayapti-ku, uzr. Lekin bitta narsani aytish kerakki, mana shu hozirgi aytgan biri-biridan ziyod bo'lganda shu chavaganlar. Menman degan mana shu qirol deysizmi, yulduz deysizmi, shu aytib o'tgan chavaganlarimning hammasi haqiqiy chavandoz bo'lgan. Haqiqiy elning obro'yini, xalq mana shularning harakati mana bizlar ham qo'shilganmiz, bizdan keyingilar ham qo'shilyapti. Bir ajoyib bir savob ish qilganda bular. Agar o'ylasangiz, juda bir gap bilan ularni alik qilish aql bovar qilmaydi. To'g'risi gapda shunchalik zo'r bo'lganki, shunchalik vijdonli bo'lganki, birov-birovga hurmat, izzat. Ko'pkarida ham juda katta. Ko'pkari bu kurash emas o'rtoqlar. Bir kishi mana shu ko'pkarida ustingizga hech bo'lmaganda 100 ot Qur'on ichida edi. Agar 500-600 otli, 1000 otli o'g'ri bo'layotgan bo'lsa, sizning ustingizga bir joyga bitta takani olaman deb aytgan vaqtda kamida 100 ta odam birov-birovga raqib bo'lmaydi. Mana shundan olib chiqish bu juda katta mashaqqatli ish bo'ladi, juda. Eslaydigan bo'ladigan bo'lsak, mana shu bizning davrimizdagi eng yaxshi otlarni choptirgan, yaxshi otbozlar bo'lganlar mana silsada Tajikal bobo bo'lardi. Juda bir ajoyib bobo bo'lardi, Tajikal bobo, Tajikal deb qassob derdi. Haqiqiy Surxondaryoning umr bo'yi otlarini choptirgan. Qayerdan olib kelgan bo'lsa, Beknazarov Omon deb tavozan direktor yaxshi otlar, Ovoz otlari choptirdi, Toshkent to'rini choptirdi, raketa otlari choptirdi, Chil otlari choptirdi, juda yaxshi otlar choptirdi. Surxondaryomizga Pardapolvon juda ko'p otlarni olib keldi. Bizni otni Surxondaryoda otning rivojlanishiga hech ikkilanmasdan aytish mumkin, Pardapolvon sababchi. Juda ko'p otlarni olib keldi. Juda yaxshi otlarni olib choptirdi. Malikxon Eshonbobo Sho'rchidan juda yaxshi otlarni choptirdi. Bu odamlarning qiziqishi, mana shunga qilib men ham deb turib, ali qilishi bir ajoyib narsa bo'ladiki, mana shu odamlarga ot bo'lmasa chavogan qayerdan bo'ladi? Shu otbozlar haqiqiy shularga minnatdorchilik ham bildirishimiz kerak, rahmat ham aytishimiz kerak. Shu otbozlar bolasidan ham shu otlarni yaxshi ko'rganda, buni to'g'ri aqlishimiz kerak. Keyin mana Sayrabdagi Eshonbobolar, mana Tankani egasi, Xurramxon Eshonbobo, keyin u Kaltani egasi yaxshi otlar choptirganda juda. Mana shu ali qilsak, mana bugungi kunda ot choptirayotgan yigitlar ham juda ko'p. Jaroboddan Xurshid polvon juda yaxshi ot choptiryapti. Muzraboddan haligi Qosim polvon. Mana Surxondaryoda eng yaxshi otni bitta narsa. Agar mana shu Surxondaryodan ayirdi degan gapni eshitaman desangiz, Xurshid polvonning xizmati katta. Xurshid polvon o'z-o'zidan otga ishqiboz bo'lib qolmagan. Otasi zo'r chavonda. Narqot chavon, hoji, Eshik chavagan, Gagar chavagan, Chori chavagan bular juda to'rtalasi ham ajoyib el xalq oldidagi juda katta yoshlarga ibrat bo'lgan, bir maqtashga arziydigan odamlar bo'lganki, mana shu yigitlarning mana farzandlari bugungi kunda mana yaxshi otlar choptiryapti. Rossiyadan Sanjarbek juda yaxshi. Sanjarbekning bobosi ham, otasi ham otga qiziqadi. Eng zo'r otlardan, men ko'rgan otlardan birinchidan Tayrabning kaltasi, ikkinchi tankasi, uchinchi o'zimning chilim, keyin yulduz, Habibullaxon Eshonboboning yulduzi, keyin Keribni kurangi bo'lardi u ot. Mana shu otlar haqiqiy odam bilan gaplashadigan. Siz agar ehtiyojingiz bo'lmay, bugun kuchingiz yetmayotgan bo'lsa, shu otni o'zi yordam berib ayrishga harakat qilgan otlar bo'lgan. Kaltaning xususiyati umuman qo'raga kirmayman, bormayman, uloqni to'g'ri bosib, qo'radan juda qattiq chiqqan. Qaytarganingizda mana shu holli chavagan shu kaltani hech bo'lmaganda bir xil to'ylarda 5-6 qaytargan. Hozirgi chavaganlarimizga mendan xafa bo'lishmasin, bir ham qaytaradi. O'rganish kerak. U otni qaytarishning o'zi bir san'at. O'rniga bir qanchalik kuch, ularni qancha berkish kerak.
Bunda juda katta gap bor. Eng zo'r chavandozlarni agar bizdan oldingi chavandozlarni eslaydigan bo'lsam, Tog'ay Murat Chavagan Sho'rchidan, Tashmat Chavagan Sho'rchidan, Habibullaxon Eshonbovo, Temirxon Eshonbovo, Sayrabdan Xolli Chavagan, Qumqo'rg'ondan Ergash Chavagan, Boysindan Fayzi Chavagan, Narmamat Chavagan, Odina Chavagan, Dinovdan Omon Chavagan, Uzundan Turab Chavagan, Tavoshar Chavagan. Mana bularni albatta eslash kerak, to'g'ri bo'lish kerak. Bitta narsani shu yerda to'g'ri aytishim kerak, qolib ketmasin. Shu Turab Chavaganning ot sportiga bo'lgan xizmati respublikamizga, u viloyatimizga emas, respublikamizga chinakamiga mehnat qilgan odam Turab Chavagan. Namashkur Turab Chavagan Uzundan. Menga raqib bo'lgan Chavagan Qumqo'rg'onda Ergash Chavagan. Kaptoshiga agar Ergash borgan bo'lsa, bugun tona taylagan bo'lsa, Kezamakdan xomchizasidan o'tkazadi, shu oyirib qo'yadi katta zot deb men har qanchalik harakat qilganman. Shuni oyirtmayin deb. To'g'risi gapda. U sizga harakat U menga harakat qilgan. Ergash tonaga og'riga zo'r Chavagan. Turab bobo uzoq yillar davomida uloq chopdi. Ko'pkarining ichida bo'ldi. Bu vaqt mobaynida ko'plab ustoz chavandozlarning o'gitlarini oldi, qanchadan qancha yosh chavandozlarga o'rnak bo'ldi. Ko'plab otbozlar bilan birga ko'pkarilarga bordi, ular bilan do'st tutindi. Bedo otlarni mindi. Katta ko'pkari musobaqalarida qatnashdi. El olqishga sazovor bo'lib, sovrinlar ayirdi. Elning orini oldi. O'z davrining zo'r chavandozi hamda afsonasi sifatida ko'pkari tarixidan joy oldi. Aziz teletomoshabinlar, biz keyingi dasturlarimizda ham ushbu loyiha orqali ko'pkari musobaqalari yangiliklari, o'tmish va bugungi kunda el yurt oshib, oriyat maydonida dovruq qozongan nomdor chavandozlar va saman tulporlar haqida qiziqarli hikoyalar va ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etib boramiz. Siz Ko'k maydon teleloyihasini tomosha qildingiz. Xayr, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.